Assalamualaikum qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Boya bir video chiqargandim naq maydon. Mau mikrofonni taqmay bek gajga chiqapti, shuni boshqadan qilyapman. Mening planim Xudoyim buyursa shu har shanba kuni Toronto vaqti soat 7 bilan 7 kech soat 7 bilan shu asosliqi sog'lomlik to'g'risida maslahat berish desam bo'ladi bir hisobda. Maslahat qilishish degandek, albatta boshqa doktorlarmi bor. Shu maslahat, uningdan keyin til o'rganish degandek hamda bir hisobda mush til o'rganishni umuman shundoq ko'p planlayapman. Nima uchun degan chog'da men bu yerga kelgili 10 yildan eshibdi. Shunga menga haqiqatan tas keldi, yosh cho'ng keldim-da. Shuni demoqchi, grammatikaga xo'sham yo'q insonchu, men o'xshashlar cho'qim bor deb o'ylayman. Grammatikaga bek eslab olsak, bir til degan o'rgangili bo'lmaydi ekan degan his qildim. Albatta grammatikani yaxshi ko'radiganlar bor. Shu to'g'riliq, uningdan keyin kishilik hayot to'g'riliq, kishilik munosabat to'g'riliq degandek hamda har xil temalarda so'zlashili deb o'yladim. Shunga bugun buni masalan ikki media desam bo'ladi, YouTube bilan Facebook'qa o'xshash vaqtida naq maydon chiqaradigan bir appni bilib, shuni bir sinoq qatorida gap qilyapman. Shunga hamda shu sinoqning o'rnida shu tashviqot desam bo'ladi bir hisobda. Tashviq qilib, andan keyin bu da shanba kuni nima tema to'g'risida so'zlashili deb o'ylab, oxiri mush uyqusizlik, uyqum kelmaydi deganlar bak ko'pga mush to'g'risida albatta YouTube'dan ishladim. Shunda bo'lsa naq maydonda ozroq so'zlagandan keyin savollarni qo'ysanglar, shuning asosan har bir o'ylarniki albatta har odamniki nimasi o'xshamaydi, alomati. Shuning asosan bir fikrlashib baqsak, meningki o'zimning beshidan o'tuvchi bu uyqusizlik. Uyqusizlik pek yomon narsa. Har qandaq bir hisobda har qandaq kasalni oldini oladi uyqu yaxshi bo'lsa. Shunlashqa shundaq temalar to'g'risida albatta meniki o'zimning burun qilgan jiddiy bo'limda ko'rgan, andan keyin operatsiya qilgan kasallar to'g'risida degandek so'zlashsak, o't, jigar, oshqozon osti bezi, uchay degandek qatorliqlarda jiq operatsiyalar qilgan. Hatto qopli qurt, jigardagi qopli qurt, o'pkadagi qopli qurt degandek. Chet elda tuzuk anglab boqmadim, bizning vatanda bek ko'p. Shunga har xil temalarda bosh og'rish degandek YouTube'ni hali uyg'urcha ko'p ishlabdiman. Shunga bundan keyin uyg'urcha, andan keyin naq maydonda, andan keyin yaponcha chiqaray deb o'yladim. Bo'lsa inglizcha chiqarman. Shunga hamda qarindoshlar, meniki YouTube kanalimga a'zo bo'lgan qarindoshlar ko'pdan ko'p rahmat. Andan keyin yana a'zo bo'lmagan do'stlarga bir tashviq qilib bersanglar, meniki hozir a'zo bo'lgan subscribe bosganlar 982 bordi. Yana 18 odam qoldi 1000 ga borganga. 1000 ga borsa, undan keyin tag'imdan yaxshi bo'lib, albatta buni ko'rilish vaqti qaraydi ekan-chu. Ko'rilish vaqtiga qarab, bu ko'rilish vaqtiniki 4000 soat, mening hozir 3000 necha bo'pti. Uningga cho'qim ko'zim yetyotdi. Dastlabda bu YouTube'dan pul tepish tez deb o'yladim albatta. Bizim Uyg'urlar qila olaymiz degan o'ylab 5-6 yilning oldida hamda YouTube'ni bunday qilam, o'zim o'rgangan narsalarni ozroq bo'lsin, foydasi bo'lib qolsin deb chiqargandim. Ammo yaqindan albatta shunaqa chiqarman, ammo bir chiqarg'ash bir tarafdan pul topqash degandek. Pul tepish yo'llari albatta ko'p, har xil yo'llarni izlayapman. Tang izlasak bo'ladi. Yani davlatniki sharoitlari o'xshamaydi. Shunga pul tepish yo'llari degandek bu temani so'zlasak bo'ladi. Shunga hamda bu naq maydonni hozir sal jiddiylashib so'zlayapman. Shunga shunday bo'lsa-mu, qo'llab-quvvatlab berayotgan do'stlarga ko'pdan ko'p rahmat.
Ovozimni shu tanglash uchun boshqadan mikrofonlarni ilib o'zimcha tag'indim yaxshi qilishga tirishaychu degan o'yladim. Suhbat jihatda, ovoz jihatda degandek YouTube'niki. Şuңlashqanda her shanba kuni alaylı bir işim chiqqansizlar har shanba kuni soat 7'de Toronto vaqti. Hem qolgan davlatlardagi masalan Turkiyadamiz, Yevropadagi qarindoshlar o'zinglar belgilab qilsanglar bo'ladi vaqtni. 7 soat, 6 soat farqlandi degandek Qozog'istonlik qarindoshlarmi 9 soat farqlandi deyman. Şoňa hem wagtyny dep bogul bolmaýdy. Şoňa naq maýdanda muşu sözläp bolgandan keyin meselen mao ýyzdyga ýeri barki, mao sual soraýdygan diýendek. Suallarny goýsaňlar, şunuň asasan ba jogap berip tirişip onuň ekin pakat jogap berýärsäk albatta bu meniň YouTube'ni görýän doktor qarindaşlarym bar, Uygurlar. Ular jogap bersin boldy ýa-ki men keyinki qatymda hatırlöýüp jogap bersem boldy diýendek. Buldu emse bugün mobiya keşip kaldı. Hamda naq maydanyny başgadan başlap aldım. Hudaýym bolsa her şembe güni saat 7 bilen Toronto wagty şu wagtda görüşeli. Haýr hoş, Allaha emanet.